Bugun shashlik sirni o'rchamiz. Qani ket. Bay yemasangiz ham yegisi kelaman. Shashchilarni qaranglar qani bismillah. Shashlik bari sirazi qo'radan olib yegan boshqachada bay. Yemasangiz ham yegisi keladi. Soqlar bilan. Qani bismillah. Sizlarga savol, nega qo'radan sirazi olib yegan shashlik bilan zalga yegan shashlik farqi bor? Kommentariya sirazi yozib qo'yinglar. Topgan inson 10 ta qiyma shashlikni tekin, mana shu videoga bitta like bosib, yaqin insonlar yuborib qo'yinglar. Shashlik pishiradigan insonlar opalarimiz ham bor. Opalarimizdan dachchaga chiqqan payt, shashlik pishirib turgan payt qo'ra yegan boshqa narsa. Qani ketdik. Yaqin insonlarga yuborib, qo'radan olib yegan bilan zalga yegan nima farq bor? Mazasi boshqacha juda ham. Birinchi topgan insonga 10 ta qiyma shashlik tekin beramiz. Bizga obuna bo'lib qolib, bizlarni kuzatib borishda davom etinglar. Biz sizlar bilan, siz bizlar bilan. На востоке